Barchaga assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlar bilan navbatdagi mashg'ulotimizni olib boramiz. Bugungi jahon tarixi fanimizdan ma'ruza mashg'ulotini katta o'qituvchi Akmal Ismoilov olib boradi. Demak, qadimgi dunyoni eng qiziq aktual mavzulardan hisoblangan mavzu bo'yicha bugun ma'ruzamizni davom ettiramiz. Ya'ni mavzuyimiz Ahamoniylar davlati deb nomlanadi. Mavzuyimizni qisqacha bayoni qadimgi dunyoni ilk imperiyalaridan bo'lgan Ahamoniylar imperiyasi haqida siz aziz talabalarga hamda sulolaning kelib chiqish tarixiga to'xtalib ma'lumotlar berib o'tamiz. Mavzuyimizni quyidagi rejalar asosida ko'rib chiqamiz. Birinchi galda Forsda Ahamoniylar sulolasi, ikkinchidan Eron davlati Kir ikkinchi, ya'ni Kurush davrida qanday islohotlarni yoki ijtimoiy hayotni boshdan kechirgan va uchinchidan Markaziy Osiyo janubiy viloyatlarining Eron davlati tarkibiga kirib qolishi, ya'ni bo'ysundirilishi haqida bo'lib o'tadi. Qolaversa, Ahamoniylar davlatining paydo bo'lish tarixi, Kayxusrav ikkining tashqi siyosati hamda Erondagi madaniyat bo'yicha bo'lib o'tadi. Aslini olganda miloddan avvalgi 6-asr, ya'ni 1000 yillikni birinchi yarmiga to'g'ri keladi. Bu davrda Eron tarixi Ahamon ismli shaxs bilan bog'liq. Ya'ni asli Ahamon ismli shaxsni, demak, sulolaga asos solishligi, uni Chishpish ismli o'g'li bo'lishligi, uni Ariamna ismli vorisi bo'lishligi, uni Kir birinchi, Kambiz birinchi ismli vorislari hokimiyatini davom ettirib kelishi bilan, demak, sulolaga asos solingan. Kelib chiqishi, demak, etimologiyasi Ahamon ismidan tarqalayapti. Bunga parallel ravishda biz o'xshatishimiz mumkin. Masalan, o'zimizga uzoqqa bormaylik. O'rta asrlarni sohibqironi, demak, hukmdori Amir Temur bobo kalonimizni tarixiga yuzlansak, Amir Temur Temuriylar degan sulolani, demak, asoschisi hisoblangan. O'zi davlat tuzdi, o'zi sulolani, demak, yaratib ketdi. Undan keyin vorislar, farzandlar o'rtasida hokimiyat talash bo'lsa-da, demak, boshqarildi. Yoki bo'lmasa 16-asrlarga borganda Shayboniylar davri sulola asoschisi o'sha boyagi Chingizxonning vorisi hisoblangan Jo'jining 5-o'g'li Shaybondan tarqalgan nasl bo'lgan. Shunga o'xshash, demak, Ahamon ham ism bo'lyapti. Ahamoniylar degan sulolaga asos solib beryapti. Ahamonni vorislari, demak, aynan Kayxusrav haqida gaplashamiz. Kurushni davlat tarixidagi o'rni, imperiyani asos solishligi. Umuman olganda miloddan avvalgi 6-asrda qadimgi Eron hududida Ahamoniylar imperiyasiga, ya'ni davlatiga asos solinadi. Davlat asoschisi Kayxusrav yoki Kurush yoki Kir ikkinchi deb turib manbalarda keladi. Bu kishi kim edi o'zi? Uni tug'ilish tarixi. O'tgan galgi darsimizda oxiriga yetmay qolgan jumlalarimizni tugatishni xohlardim. Ya'ni kim edi aslida Kayxusrav? Qanday oilada tug'ildi? Qanday qilib u Eron tarixida siyosat maydoniga kirib keldi va hokazo. Demak, biz aytgan Media podshohligida hokimiyat otadan farzandga to'g'ridan-to'g'ri meros tariqasida o'tgan o'g'il farzandga, albatta. Agar o'g'il farzandi bo'lmasa, demak, o'ziga munosib kuyov qidirishni xohlab yo'lga chiqqan podshoh Astyakni Mandana ismli chiroyli qizi bor edi. Ana shu go'zal sohibjamol qizi bo'yiga yetgandan keyin uni uzatish ilinjida u Fors viloyatining hokimlaridan biri bo'lgan, demak, Kirbirni huzurida o'g'li Kirbirni vorisi Kambiz birinchini ko'rib qoladi va Kambiz birinchiga alqissa, demak, o'zini qizini Mandanani biladi va Kirbir bilan qudandachilikni yo'lga qo'yadi. Astyak, podshoh Astyak, Kirbirni o'g'li Kambiz birinchi, Astyakni qizi, demak, Mandana. Mandana bilan Kambiz birinchini o'rtasidagi nikohdan o'g'il chaqaloq dunyoga keladi va bu chaqaloq hammamizga ma'lum bo'lgan mana shu Kayxusrav, mana shu Kir ikkinchi hisoblanadi. Endi qanday qilib bu siyosat maydoniga kelib qoladi? Kir ikki tug'ilgandan keyin podshoh Astyak o'zi kunlarning birida deydi, bir qo'rqinchli tush ko'rar ekan. Shunday ma'lumotlar kelyapti. Shunda o'zini qizi Mandana tanalaridan uzun navdalari chiqib, xuddiki Astyakni o'rab oladi. Tushida bo'lyapti bu jarayon. O'sha paytda seskanib uyg'onib ketgan podshoh tezgina saroyga boyagi munajjimlarni, bashoratchilarni yig'ib, alqissa shu tushini ta'birini aytadi. Mana shunday tush ko'rdim. Buni nima ta'biri nimada? Nega bunday bo'ldi? Buni oqibati nima bo'ladi degan qabilda bashoratchilardan boyagi
folbinlardan so'raganida ular shunday javob beradiki, ya'ni podsho Astiak kun keladi, ana o'sha seni o'zini uzum navdalari bilan, tanasidan chiqqan uzum navdalari bilan seni o'rab olgan qizing Mandani o'g'il farzand ko'radi va u chaqaloq kun kelib seni hokimiyatni tortib oladi. Ana o'shanga ishora bo'ldi bu deya javob beradi. Va natijada Astiak bundan vahimaga tushadi va nahotki mendan tortib olsa hokimiyatni degan qabilda chaqaloqni, ya'ni Kir ikkinchini o'ldirish yoki uni yo'q qilish payiga tushadi. Va o'zini qo'l ostidagi vazirlardan bo'lgan Xalpak ismli vazirni chaqirib voqeani aytadi va chaqaloqni o'limga hukm qiladi. Tushunarli degan javobda u saroydan topshiriqni olib chiqib ketadi va u ham demak Xalpak ham o'zini bir demak xizmatkoriga chaqaloqni cho'li biyobonga, tog' adirliklarga demak yo'qotib kelishlikni buyuradi va o'sha xizmatkor tog' yambog'riga qarab yo'l olganida falakni gardishi bilan u yoqdan demak bir ota qaytayotgan bo'ladi. Ya'ni u ota kim edi? O'zini demak ayoli o'lik chaqaloq tug'gan er edi u. U o'sha o'lik chaqalog'ini ko'mib tog'u biyobonga qaytayotgan bo'ladi. Boyagi xizmatkor unga chaqaloqni berib aytadiki, bu chaqaloq senga xuddiki o'lik tug'ilgan chaqalog'ingni o'rniga Xudo yetkazdi degan qabilda unga beradi. U xursand bo'lib o'zini oilasiga yangi chaqaloqni olib ketadi. Ana o'sha chaqaloq Kir ikki bo'lgan. Kir ikkinchi o'sha chorvador bo'lgan, u podachi bo'lgan. Uning oilasi voyaga yetgani uchun chorvani ichida katta bo'lganligini hisobiga podachi, ya'ni forschadan kurush degan so'zni keltirib chiqardi. Va unga kurush degan ism, laqab berildi. Va u haqiqatda o'sha oilada katta bo'ldi, o'sha oilada voyaga yetdi. Yillar o'tib, vaqtlar o'tib, bobosi Astiakdan baribir haqiqatda tarixda boyagi kuzatilganidek bobosidan hokimiyatni tortib oldi. Bu jarayon miloddan avvalgi 6-asrning birinchi yarmida bo'lyapti. Va shu saroy ahllari aytadiki, Kurushga, ya'ni Kayxusravga, Kir ikkinchiga aytadiki, seni bobong bir vaqtlar shunday chorani qo'llagan edi, sen chaqaloqligingni o'ldirishga hukm bergan edi, bobongni o'ldirmaysanmi yoki o'ch olmaysanmi deganida shunday javob beradiki, Kir ikki, u nima bo'lganda ham mening bobom, uni vafot etishi o'zini ajali bilan bog'liq. Birortangiz qo'l tekkiza ko'rmang degan qabilda qo'rqinchli javob beradi va saroyni bir chetidan unga xilvat joydan sharoit yaratib beradi va vafotigacha shu yerda o'zi bobosini yashattiradi. Shu zaylda miloddan avvalgi 558-yilda jahon tarixshunosligidagi muhim imperiya hisoblangan Ahamoniylar imperiyasini tuzdi Kayxusrav. Bobilni, Lidiyani, Midiyani, Armaniston tog'liklarini to'laqonli ravishda o'zini hokimiyatiga bo'ysundirdi. Qolaversa miloddan avvalgi 558-yildan boshlab miloddan avvalgi 530-yillar oralig'ida hokimiyatni boshqardi. Bu vaqtlar oralig'ida demak Kir ikki qonli urushlarni ko'pchilik insonni qirib tashladi va oxiri o'zini ajali ham miloddan avvalgi 530-yilda O'rta Osiyo hududlariga qaratilgan edi. O'sha vaqtlarda bizni O'rta Osiyo o'lkamizda saklar, massagetlar, sug'diylar, bog'tariylar, xorazmliklar bevosita tarqalgan holatda yashashardi va massagetlar malikasini Tomarisni oshiq bo'lib qolib, unga yurishlar qilgan, unga takliflar qilgan har xil joyida va bu haqda Gerodot ham o'zining tarix asarida ma'lumotlar qoldirgan. Alal-oqibat miloddan avvalgi 539-yilda Amudaryodan kechib o'tar ekanki, Tomaris uni qattiq jangda yengadi va shunday rivoyatlar keladi. Tanasini boshidan judo qilib, demak, qon to'ldirilgan meshga tashlaganligi haqida ham ma'lumotlar saqlangan. Umuman Ahamoniylar imperiyasi Kir ikkidan keyin Kambiz ikkinchi davrida hokimiyatda miloddan avvalgi 530-yildan 522-yilgacha davom etgan. Kambiz ikkinchi ham siyosatdonlardan hisoblangan, otasining siyosatini davom ettirgan, jumladan miloddan avvalgi 525-yilda hatto Ahamoniylar imperiyasi kuchli qudratli davlat hisoblangan Misrni bosib olgan. O'sha paytda shunday strategiya bilan qo'llaganki, Kambiz misrliklarning diniy e'tiqodini yaxshi bilgan, ular mushukni, ya'ni go'zallik ilohasi, iloha Bastet sifatida misrliklar mushukni e'tiqod qilishligini bilishgan va Kambizni buyrug'iga binoan askarlarni demak ko'krak qismiga mushuklarni boylatib jangga kirgan va misrliklar mushuklarga qarata hech o'q o'tmasligini his qilganligi uchun shu strategiya bilan yutgan jangda degan ma'lumotlar ham keladi. Kambizdan keyin esa mamlakat tarixida
sezilarli iz qoldira olgan Doro I hokimiyat davri miloddan avvalgi 522-yildan boshlab 486-yilgacha davom etadi. O'rtoqlar, bu mavzuyimizni davom ettiradigan bo'lsak, vaqtimiz bizga yetmay qoladi. Shu boisdan e, prezentatsiyada slaydda demak o'zingizni qiziqtirgan yana jumlamiz to'lmay qolgan joylarni o'qib o'zlashtirishingiz mumkin bo'ladi. Qandaydir savollar, jumboqliklar, tushunmovchiliklar tug'iladigan bo'lsa, Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali savol yuborsangiz, imkoniyat darajasida javob beramiz. Keyingi ma'ruza mashg'ulotlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.